Assalomu alaykum sitrus mevalari ishqibozlari. Mana bu yil mandarinlarimiz juda chiroyli gulladi. Bizda hozir bu yerda 40 tup mandarin bor. Mandarinlarimizning yoshi bu yil mayda 9 yoshga bo'ladi. Biz asosan buni limon deb olib ekkandik. Bizniki hammasi mandarin chiqdi. Bizda bu asosan shu hali yovvoyi limonga payvand qilingan ekan. Mana ostidan o'sha podvoydan chiqqan nimani ko'rdik, 3 bagli, ya'ni bu tripoliata deb atalar ekan, ya'ni bu yovvoyi limon. Bu yovvoyi limon sitrus turkumiga kiradigan bo'lib, bu sovuqqa juda chidamli. Asosan si xususiyati bu -22 gradusgacha 20 gradusgacha chidar ekan. Tikanli daraxt hisoblanadi. Barglari 3 bo'lakli, shuning uchun tripoliata deb atalgan. Mevalari kichik, sariq, limonga o'xshash. Sariq, lekin ta'mi juda nordon va achchiq. To'g'ridan-to'g'ri yeyish qiyin. Nima uchun yetishtiriladi? Podvoyi, ya'ni payvand qilish uchun o'sha eng asosiysi o'sha mandarin, limon, apelsin payvand qilinadi. Ildizlari juda kuchli rivojlangan, kasalliklarga chidamli. Bu dekorativ holatda ham o'sha jonli devor sifatida ishlatilar ekan. Gullari chiroyli. Mevasidan asosan shu varanya nastoykalar, dorivor nastoykalar tayyorlanadi. Bu o'sha immun sistemasini ko'tarish uchun. Ko'paytirish asosan urug'idan ko'paytirilar ekan. Qalamchalardan ko'paytirish qiyinroq deyapti. Biz buni harakat qilamiz, shuni shu qalamchasidan ko'paytirishga imkoni boricha. Agar ko'paytirilsak, albatta shunga payvand qilgan ma'qul ekan.